Bu videoda chempionat ishtirokchilari registratsiya qilish ko'rsatiladi. Mana chempionat oxiriga yaratilgan. Kiraman. Kategoriyada yaratilgan o'tgan videoda ko'rsatilgan 48, 51, 55. Ishtirokchilarni har bir kategoriyada foydalanib kiritsa bo'ladi yoki barcha ishtirokchilar orqali ham kiritsa bo'ladi. Mana ishtirokchilar 4 tasi kiritilgan. Buni davom ettiraman, qo'shish. Kategoriya ko'rsatiladi. Tajriba shart emas hozir. Bu yoqqa yoki klub nomi yoki viloyat yoki shahar. Shu tarzda barcha ishtirokchilar kiritiladi. Endi ishtirokchilarni ko'radigan bo'lsak, 48 da 3 ta odam, 51 da 4 ta odam kiritilibdi. 55 da hali kiritilmagan. Barcha ishtirokchilar shu yerda o'zida PDF hujjatni ko'rsa bo'ladi yoki yuklab olsa bo'ladi.